إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah Taalaga hamd sanolar payg'ambar alayhissalomga salovat va durudlar bo'lsin. Amma ba'd. Odam bolasini qalbi xursandchilik qilish, o'zini ko'nglini ko'tarish, shodiyona hamda ko'pchiliklarning yig'inlarini yaxshi ko'rishlikka shunday tabiatlangan, shunday yaralgan. Ayniqsa odam bolasining yuragi, qalbi bayramlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu ummatga bayram berdi. Ikkita katta bayram, Eidul Adha hamda Eid Ramazon. Ikkita buyuk katta bayramlarni bizlarga, islom ummatiga bayram qilib berdi. Undan tashqari har juma biz uchun juda katta bayramdir. Ammo bundan boshqa islom millatining bayrami yo'q. Shu uchta bayramdan boshqa bayramlar bizlarda yo'q. Ammo boshqa millatlarni, boshqa dindagi kishilarni tekshiradigan bo'lsak, ularda bayram ko'p. Shunday kun hattoki o'ylab qoladiki, shu bayram bo'lmagan kuni bo'lmasa kerak deb qoladi odam. Xotinlarning bayrami, erkaklarning bayrami, tug'ilgan kuni, falonchini bayrami, pistonchini bayrami, bolalarning bayrami, yana bayram, boshqa bayramlar. Nima uchun biz bu bayramlar haqida so'z ochganligimizni sizlar juda ham yaxshi bilib turibsizlar. 14 fevral sevishganlar bayrami degan bir bayram bor. Yoki avliyo Valentin deb qo'yadi. Ana shu bayram bizlarda mashhur bo'lmagan edi, lekin oxirgi yillarda yoshlarimizning orasida mana shu bayramni biz ko'ryapmiz. Inshollahning yaqinni, xursand bo'layotganini biz ko'rib turibmiz. Avvalambor bayramlar bir dinni aqidasi hisoblanadi. Qanday bir bayramni olmang, u bir dinni aqidasi hisoblanadi. Musulmon kishini unda ulushi bo'lmaydi. Musulmon odamda ikkita buyuk bayram hamda juma kuni bayramlari bor. Mana shu bayram musulmonlarning bayrami. Ammo Valentin, sevishganlar bayramlari islomdan mutlaqo uzoq bo'lgan, islomga mutlaqo aloqasi bo'lmagan bayramlar hisoblanadi. Savol tug'iladiki, bu bayram qanaqa bayram o'zi? Qayerdan kelib qolgan? Qachon paydo bo'lgan? Bu haqida shu bayram qiladigan odamlar o'zlari ham aniq ma'lumotga ega emas. 5 ta yo 6 ta afsona bor bu haqida. Bu afsonalarni mashhurlaridan bir ikkitasini aytay. Rim imperiyasini kattasi, hozir ismi esimda yo'q. Shu bir yoshlik paytda ona bo'rini emadi. Ona bo'rini emgandan keyin aqli, zakovati kuchayib, hikmatli kishiga aylanib qoladi. Bo'ri go'yoki bunga hikmat ato etadi. Ana shu podsho boshqarib turgan paytda shu bo'rini suti bilan aqli kuchayib ketib turib, 14 fevralni har doim shu odam bayram qilar ekan. U bayramda bitta echki bilan itni so'yib, qonini ikkita yigit ustiga surib, shularni sutini bilan ularni yub tashar ekan, tagin terisidan bir bo'lagini kesib tasma qilishib, ikkita odamni orqasida olomon yurar ekan. Rim ko'chalarida yurib, odamlarni duch kelgan odamni savolashardi boyag'im bilan. Rimni ayollari shu paytda tug'magan bepush ayollari chiqib turib, o'zlarini kaltakka tutib berishardi. Go'yoki bu bilan shu itni terisi, eshikni terisi bilan kaltaklangan ayol, tug'mayotgan ayol tug'ib ketardi. Chunki uni bir qandaydir bir bo'riga tegishli bo'lgan bir aloqador bir bayram sifatida qabullanish turib, tug'magan ayol qizlar yugurib chiqargan boyag'ini oldiga kaltak yeyish uchun.
Bu birinchi afsona. Ikkinchi afsona, Nasroniylarda Valentin degan pop bo'lgan. Ana shu paytda askarga g'azotga chiqadigani qamagan edi. Ya'ni urushga chiqadigan erkak qamagan ekan. Nima uchun? Chunki uylanadigan bo'lsa bir erkak kishi askardagi, uni o'z-o'zidan askar safidan ozod qilinar. Qarasa erkaklar kamayib ketgandan keyin sarkardan buyruq chiqirdiki, erkaklar uylanmasin dedi. Shunda Valentin degan pop maxfiy ravishda sirriy hukumat odamlarini bildirmasdan turib o'zi nikohini o'tkazishni boshladi. Yigitlar kelardi, nikohlab qo'yveradi maxfiy suratda. Buni payqab qoldi tag'in, nima qildi? Buni o'ldiraman dedi. Buni o'ldiraman dedi. Shu bilan u kishini qamoqqa tiqqan paytda, qamoqda kattasini shu qizni yaxshi ko'rib qoladi. Qamoqxonani boshlig'ining qizini yaxshi ko'rib qoladi. Poplarning e'tiqodi bo'yicha, Nasroniylarning e'tiqodi bo'yicha bir ayolni yaxshi ko'rish mumkin emas, uylanishligi mumkin emas, voz kechish kerak. Lekin u Valentinni yaxshi ko'rib qoldi. Buni sezgandan keyin aytdiki, shunga seni o'ylantirib qo'yaman dedi, Nasroniy dinidan qaytadigan bo'lsang dedi. Valentin degan pop aytdiki, men qaytmayman dedi. Qaytmasam, mana deytagin 14-fevral kuni uni qatl qiladi. Qatl qilgandan keyin u kunni endi go'yoki patpolni desak to'g'ri bo'ladi, sevishganlar kuni. Chunki u ikkita muhabbatli ayolni bir-biriga unashtirib qo'yganlar. Bu avliyo deb turib, avliyo Valentin degan so'z ana shundan tarqagan. Yana boshqa bir rivoyatlar ham bir cho'pchak erkaklarga o'xshab ketadi. O'zlari ham tegin tubaning qayerga borib taqalishini bilmaydi. Buni Italiyada qattiq suratda taqiqlab man qilib qo'ydi. Faqatgina 18 va 19 asrlarga kelgan paytda boshqalardan sekin-sekin ruxsat berishni boshlab turib, Valentin kuniga atalgan kichkina do'konlar ochilib, ana shu yerda sotiladigan bir shu kunga atalgan bir sovg'alar kuchayib, mana hozirgacha bizning kunimizga, mana shu joylarimizga yetib keldi. Valentin kuni, sevishganlar kuni, 14-fevral sevishganlar kuni deb turib, mana shu bir badbaxtlarcha bir bayramlar bizni oramizga ham o'rmalab kirib kelayotgan bir davrda turibmiz. Ular aytadiki bittasi, "Ha nima bo'pti? Biz sevgimizni izhor qilsak, yomonmi shu kunda? Muhabbatlarimizni shu kunda oshkor qilsak, yomonmi?" deydi. O'zlaricha bir muhabbatlik ko'rsatadi. O'zlaricha bir savollarni bir chiroyli berishga harakat qilib ko'radi. Birodar deb aytmaymiz ham. Ey inson, sevishgan deganda sen nimani tushunyapsan? Sen sevishganligi bilan orqangdagi shahvoniy g'arizani qo'zg'ayapsan sen. Shahvoniy ishlarini qondirmoqchi bo'lsa buni orqasidan. Sevishlik bunaqa bo'lmaydi. Sevishlik shariatga muvofiq bo'ladi. Seni fikring bo'yicha hamma ayol qizlar gah desa qo'lingga qo'nsa, yur desa mashinangga o'tirsa, xohlagan o'yiningga o'ynaydigan bo'lsa, mana shuni xohlayapsan. Xohlaysanmi seni onang ham shunaqa bo'lishini? Xohlaysanmi seni singling, katta bo'lganda seni qizing, bir yigit bitta hushtak chaladigan bo'lsa, yugurib mashinanga kirib ketib, mashinasiga kirib ketishni xohlaysanmi? Desa, albatta yo'q deydi. Lekin boshqa qizlar bunga nisbatan hammasi yugurib kelaversa, xohlagan ishini taklif qilgan paytda ko'naveradigan bo'lsa, buni xohlayotgan mana shular. Buni Yevropa o'rgatyapti. Italiya buni bilib turib, boshini o'zida taqiqlab qo'ygan. Rimda hali xristianlar u yerga kirib kelmagan edi. Xristian diniga o'tgan bilan Rim, lekin shu bayramni qo'yishmadi. Dinga kiradigan bo'lsa ham tam mana shungacha keldi. Biroq bir paytlar Italiya fohishalar ko'payib, buzg'unchilar ko'payib ketgandan keyin bu bayramni man qilib qo'ygan edi. Mumkin emas degan edi. 19-asrlarga kelib turib, sekin-sekin poplarini hammasi bizni tilda aytganda bilg'voy bo'lib ketdi. Butun bari aralash zinaga berilib, manashkalar bilan bari aralashtirib, yerni tegidan yer osti yo'llarini qazlab turib, shu manashkalarga borib turib, zinalar qilib turib, buni qaytaradi hech kim qamagandan keyin sekin-sekin oshkor bo'lib ketdi. Mana hozir kunimizda ham shu bor sevishganlar kuni deb turib. Buni belgilari shu kuni qizil atir gullarining narxlari ko'payib ketadi. Islom mamlakatlarida, kofir mamlakatlarni qo'yib beringlar. Islom mamlakatlarida narx ko'payib ketadi. Qizil gul berishlik bu kunning ramzi hisoblanadi. Hattoki qizlar shu kuni kelishib olarkanki, hammamiz qizil ko'ylak kiyib boramiz deb turib.
Shu kunga atalgan atkirtkalar, shu kunda er xotinlar uyda emas, boshqa joyga borib turib taom yeyishlar, mana shunday marosimlar bo'ladi. Badbaxt bir ko'rinishlar borki, kim uzoq o'pish degan bir musobaqasi ham bor. Mana shu kunda bajariladi. Islom bundan oliy zotdir. Islom bunaqa fohishalarga chek qo'ygan zotdir. Islom olimlarining birontasi bunga bo'ladi deb fatvo bergan emas. Hammasi tekst haromligini isbot qilishgan. Hamma muftiylar, hamma olimlar bir varakaydan fatvo chiqarishgan. Bu kunda musulmon odam bu kunni nishonlashligi mumkin emas. Ular aytadiki, shu kunda bir xotinlarni siylasak siylab pista deydi. O'zlariga bir quloq soladi. Amerikada har 18 sekundda bitta ayol urilar ekan. Har 18 sekundda bitta ayol kaltaklanar ekan. Har 18 sekundda. Germaniyada kaltaklangan ayollarning soni 100 mingdan oshgan bo'lsa, Fransiyada 2 millionga yetdi. 2 millionga. Amerikada ayollar bilan bo'lgan o'tkazilgan statistikada 79% ayollar, xotinlar, singillar, onalar, erkaklar tomonidan kaltaklanar ekan. 79% ayollar. Valentinni o'tkazadigan odamlar haqida gapiramiz. Qani agar shularda shu bayramning munosabati bilan hurmat qozongan bo'ladigan bo'lsa. Qo'ying ularni islom mamlakatlariga ko'chayib. Misrda ayollarning o'rtasida savol-javob bo'lgan. Misr Jumhuriyatida 88% ajrashgan ayollar bir-biri bilan yaxshi ko'rishib turmush qilishgan ekan. Yurgan, parikka borgan, uchrashgan, sinagan, ko'rgan, bilgan. Ajrashganlarning 12% tekshirilgan paytda bizlarning yo'l bilan, ya'ni eskicha yo'l bilan bir-birini ko'rmasdan bitta uchrashtirib uylanganlar ekan. Bu kunni mana bayram qilamiz, onalarni hurmatlaymiz, hurmati yo'qmi? Ko'ringlar, hurmatni o'rganinglar shulardan. Islom har kuni hurmat qiladi. Islom hamma hurmatni joyiga qo'yadi. Mana bunday bayramlardan biz uzoq bo'lishimiz kerak. Qiyomatdagi hisob-kitobni o'yla yo'q. Erta kunda Valentinda yurganlar kim bilan tiriladi-yu, musulmonlar qayerda turadi, ular kimning safida turadi, yaxshilab o'ylab qo'ying. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man tashabbaha biqawmin fahuva minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa shular bilan deydi. Shu kuni bitta oyisini ham tabriklanmasi kerak. Shu kuni xotinini ham tabriklanmasi kerak. Shu kuni xotin qizlarga biron bir iliq so'zlari bilan murojaat qilmasi kerak. Kundalikda qanday bo'layotgan bo'lsa, shu hurmatini bajarib o'tirish kerak. Bir odam kelib turib, Valentin kun bilan tabriklayman deydigan bo'lsa, jilmaymaslik kerak. Gap ham gapirmaslik kerak. Balki unga aytish kerakki, yo'q deyish kerak. Yo'q, bunaqa bayram yo'q, bu musulmonning bayrami emas deyish kerak. Men o'zimni hamda sizlarni ilgari qilgan gunohlaringiz uchun kechirimli Parvardigorimdan kechirim so'rayman. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ani bima fihi min al-ayati va zikril hakim va taba alayya va alaykum innahu huvat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا منهم